Chet eldan keltirilgan quyonchalik kravatimizni obzor qilamiz. Kravatimizning sifatini detallaridan bilib olsanglar bo'ladi. Juda ham zamonaviy qilib ishlangan, to'rtta chekkasi mana shunaqa ovalniy, oldi qismi ham mana shunaqa qalin yog'ochdan ishlab chiqarilgan va mana shunaqa rysunkalar tushirilgan. Tegidagi to'rtta g'ildirakning hisobiga xonadan xonaga olib chiqish juda ham oson. Ikkita tarafida ham bola tishlaydigan joyida mana shunaqa plastmassa zashitasi bo'ladi. Spaynligingizni yoniga qo'yganingizda ham tebratish uchun juda ham qulay. Nimaga desangiz, bu uzunasiga qimirlaydi. Spaynliga ulab olaman desangiz, yon taraflari juda ham oson tushib chiqadi. Kravatimizning materialiga keladigan bo'lsak, 90% taxtadan ishlab chiqarilgan, MDF umuman ishlatilmagan. Buni bilish uchun kravat ko'tarib ko'rsanglar ham yengilligidan bilsanglar bo'ladi. Kravatimizning razmeriga keladigan bo'lsak, 1.45 ga 74. Yana bitta yaxshi tarafi, farzandingizni bo'yi o'ssa, mana shunaqa uzun qilib cho'zib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kravatimizning nalichida shunaqa seri va oq ranglari bor. Sizga serisi yoqdimi yoki oqimi? Komment o'z fikringizni qoldirib keting. Oqi ham shunaqa nejniy, chiroyli bo'lib chiqqan. Xohlasanglar ichiga mana shunaqa chiroyli ko'rpa suvlar ham qilib beramiz. Kravatimizda Xitoyda ishlab chiqarilgan. Kravatimizning narxi qiziq bo'lsa, kommentda plus qoldiring. Shunaqa yaxshi mebellar kerak bo'lsa, Nuluga kelavering.